Mana buni Alloh yerga bergan hikmatlarida mana Fotiha surasini ham mana 7 bo'limga bo'linganligini, ko'proq 7 degan sonlarni nimasi hammasi ko'rinib turibdiki, mana hammasi mana haftani ham 7 ga bo'linganligi, ularni ham mana 7 ga bo'linib qo'ygan materiallarda bo'lib olgan birinchi bo'lim hamma yerda jup yaratgan uchun birinchi jup bo'linish parchalanish koinotda bo'lgan bo'lsa, haligi koinot bo'linib parchalanib ketgan. Ikkinchisi yerda bo'linib, mana shu yerdan bo'linib, mana bu tog'lardan, Tibet tog'larini mana shu yerdan bo'lingan katta nima bo'linishdan mana shu yerda bo'linib, bu yoqqa nariyoqqa tarqalib ketgan. Mana bu tomonlar mana shu yerdan ajralib ketgan. Mana shu yerda mana shu qirg'oqdan ajralib ketgan. Mana shu yerlar bo'ladi mana shu. Mana bu tomoni bu yoqqa yurgan Afrika bilan Avstraliya bu yoqqa qarab yurgan. Mana bu tomonda bo'lgan bo'ladi. Bunday nari tomondan birlashtirsa, bu yoqdan yorilib ketgan. Allohning yerga bergan hikmatlari. Mana Fotiha surasiga ham to'g'ri keladi. Kunlarga, mana hafta kunlariga ham to'g'ri keladi qarasa. Mana ona qornidan tushish, mana odamni yaralishiga ham to'g'ri keladi. Mana ona qornining 3 ta bosqichi ota beldan tushib mana dunyoga sinovga tushishi, o'lim, qayta tirilish hammasi bu yerda ko'rinib turibdi. Yerda juda katta yerga ham hikmatlar berib qo'yganini ko'rsatib o'tyapti Alloh.